Bu yoq ikkinchi guruh nogironlari, qaynonam singlilari turmushga chiqmagan. Shu tug'ilgandan beri o'sha tug'ma nogironlari va ikkinchi guruh nogironi. Shu oilada 7 kishi bo'lib turamiz. Shu o'zim qaramog'imda yaxshi gapirib, shu chiqib qo'limdan kelguncha kiyim-kechaklarini qilib berib, yaxshi gapirganim uchun meni tashlab keta olmaydi, aka-ukasinikiga ham bora olmaydi. Xo'jayinim Toshkentda Amursoy qurilishda ishlayotgan joyida 3-etajda bosh bilan yiqilib tushgan. Shu boshi ichki tomondan yorilish bo'lib, katta mablag'da operatsiya qilish kerak bo'ldi. Men imkoniyatim bo'lmadi, qila olmadim. O'shaning uchun katta ro'zg'orning tashvishi hammasi o'zim yelkamda qoldi. Toshkent Sergeli tumanida dvornik bo'lib ishlayman, ko'cha supuruvchi JEFda. Domlarning tozaligiga qarab kasbimdan uyalmayman. Allohga shukr. Halol mehnatim. Bolalarim halol o'qima bilan boqib, Xudo xolasa bolalarim kelajagi uchun ayol boshim bilan kurashyapman. Shu xo'jayinim ozgina mazalari yo'q. Bo'lmasa bizlar ham bu darajada qiynalmasdik. Shutib xo'jayinim sal boshlari og'rishga yaramay qolgani uchun hamma zimma o'z bo'ynimda qolib ketdi. Allohga shukr, shu 3 bolamni halol o'qma yedirib chiqib, yetchilib qora qozonimiz qaynab turganiga Allohga ming marta shukr qilaman. Mana shu yashab turgan hozirgi uyimiz, avvalgi holat bo'lsa ham Allohga shukr. Kvartira puli to'lab, oilaga bolalarimga bog'cha puli orttirib, kiyim-kechagidan orttirib, kvartira puli to'lab, chiqib bolalarimiz sog'lig'i, kasal bo'lishi bor. Allohga shukr, shu ozgina qiynalibman. Mayli, bu ham bo'lsa menga Allohning bir sinovidir. Xudo xolasa bu kunlarni ham ko'rmagandek bo'lib ketarmiz. Sizda yaxshi misollar bor ekan, qo'llab quvvatlaydigan shular. Sizlardan uy-joy ozgina yordam berishlaringizni so'rab, ehsonlaringiz bo'lsa ming borta uzr, oldindan ming bor xijolat bo'lib so'rayapman. Noiloj endi ilojim bo'lmagani uchun iltimos qilib, mana shu bloger ukamizga bir necha marta murojaat qilib, kelishlarini iltimos qilib, bolalarim hammasi duoda bo'lgani uchun sizlarda yaxshi insonlarga katta raqamni qoldirsam, qo'llaringizdan kelgancha chiqib, ozmi ko'pmi yordam bersalaringiz, shu men ham bir uy joyli bo'lib qolsam, o'z uyimda bir kun bo'lsa ham halolgina, halovat bilan uxlashni bir umr orzu qildim. Yordam berib, men ham ozgina oyoqqa turib olishimga hissa qo'shganlar hammalaringizga rahmat, baraka topingsizlar. Xudo xolasa men ham bolalarim sizlarga o'xshagan ehson qiluvchi insonlar qatorida bo'lsin. Allohdan faqat shuni so'rayman. Rahmat sizlarga. Bugun unga muhtojmiz bizlar.